Hammaga salom do'stlar, bugun men sizlar bilan Suha Let's Play kanali akalar. Bugungi video rolikimizda sizlar bilan birgalikda Burger Simulator o'yinining 3-qismini o'ynaymiz. Qarochi akalar, video boshlanishidan oldin albatta like bosib, kanalchalarga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Keyinchalik esa bizning Telegram kanalimizga mutlaqo obuna bo'lib qo'yinglar. Videomizda chiqadigan o'yinlarni Telegram kanalimizdan yuklab olishlaringiz mumkin. Qarochi akalar, o'yinni boshlaymiz. Kecha shu joydan to'xtab qolgandik. $120 plyusda biza. Yaxshi akalar, bu dahshat natija $205 mana. So'qqa bo'ladi. Buni ochishdan oldin zamana narsa kirib shuni ishladimi? Hozir akalar. Qarochi, mana bundan $80. Buni narxini akalar bir ko'tarib qo'yishimiz kerak. 670 qilib qo'yamiz va vaqt o'tib. Vaqt o'tgani yo'q. $70 qilib qo'yamiz va keyin. O $80 ekan. $70 ga nimadir oldik, kelyapti va biz endi ochdik. Qarochi, bizga nima ekan? Non. Bularni yo'q qo'yaylik. Bulardan hozircha kerakmas. Nondan 2 ta zakaz qilamiz. Pomidor bitta, sirdan bitta, bundan bitta va bundan ham bitta. Qarochi, hozir keladi akalar bizda. Ammo sotildimi? Ha, bizga qarochi sotilar. Bizga kerak bo'ladi hozir bu. Soqqa bor. Zakaz keldi. Ha, ikkinchi kassa bu. Voy. Kassa ekan bu. Qarochi, bizda non bitta bor, lekin bu nonni zamonlar taxlab beramiz. Qarochi, bizga hozir nonlar kelishi kerak. Akalar, birinchi navbatda non olishimiz kerak. Keldi. Qarochi, tezroq ketirmasak hozir mana bu yerda biznesimiz o'lib qoladi. Bu ishchilardan foyda yo'q. 6.65 biratman. Qarochi, pomidor sir deydi. Buni taxlab qo'yamiz. Akalar, tez ishlashimiz kerak. Pomidor. Hozir opa. Voy akalar, yugurmay qolamman o'zi. Yo'qda, men zakaz olib kelib qo'ymanman-da. Shunisi nima bo'lyapti menga hozir? Qarochi, bu pishaversin. Hozir biratlar. Open. Va. Bulan zakasini olib qo'yaylik. $9.35. Pulini olganman, hech qayerga ketolmaydi. 8. Qarochi. Biza bittasiga sir taxlab ber. Ha, to'tinglar. Ha. Ready? Qarochi, bittasiga gamburger taxlab berishim kerak. Go'shtli gamburgermi? Voy, go'shtli. Go'sh. Tez. Hozir sir. Voy, akalar. Bugun sal ishni tezroq qilishimga to'g'ri kelyapti. Voy! Ready. Voy, хорош. $11 54. Plastik, brat, plastik. Normal $8.20. Opa, narxmi? Plastik o'pkirlar, insonlar. Xo'sh, voy, brat, sizniki hammi? Qarochi, $4. Yaxshi akalar.
Hozircha normal ketyapmiz. Shuni bilaman, minusga kirganimiz yo'q. Kola qolmabdi. Kola. Короче, bizga go'sht, sir. Ha. Ready. Хорош akala. Хорош akala, like bosinglar. Короче, nondan 2 ta zakaz beramiz. Sir pomidor yana bitta, bundan 2 ta, bundan 2 ta. Bundan hozircha shartimiz $27 ketdi. Xo'sh akala. $6.53. Qancha? $6.88. $5.10. Короче, taxlab berikollarimizga mana bu. Bittasini ketqizamiz va ikkinchisini ham ketqizib yuboramiz. Voy! Mana bu yerda ham kutib turgan ekanlar. Voy, ikkita joyga qanday ulguraman? $5. G'oz. Tur ikkalang ham. Voy, bilav. Ustidan ketarkan mana. Tur sana. Ketdik. Ishla, tez. Qara, zakazga qara. Ertalab bo'lsa onasini emsin. Bu kech bo'ldi yaxshi. 9 bo'lish vaqt tugadi, lekin men qo'li bir zakazga to'pladim. Ya qiz topdi, bizga nimalar kerak? Voy, go'sht kerak. Mana bu yerda sol. Qayt. Xo'sh. Bunday. Kola qolmadimi? Yaxshi, kola taq. Yaxshi. Voy, non bor? Hozir. Хорош, akala, хорош. Просто ой. Vau. Xo'sh. Oldindan taxlaymiz hamma narsani, akala. Ko'rdingizmi, ulgurolmadim. Короче, bizda $159 bu, 4 ta olamiz. 4 ta. Bundan 8 ta olamiz. Olib kel, hammasini olib kel. Hozir akalar 1 minut kutamiz. Voy, sen qo'li ber toshyapsan buni. Akalar ko'p narsa olib ketib tashab qo'yamiz. Ko'rdingizlar, hozir ulgura olmay qoldim. Ko'p narsa zakaz qildim. Böyle men o'zim olaman. Yaxshi, pomidorni to'ldirib tashlaymiz, sirlarni ham to'ldirib tashlaymiz. O'zim yeyishimni ham taxlasam bo'ladimi? Xo'sh akalar, sizlar like bosib qo'yinglar. Wow. Biza mana короче table'lardan, table'da $80. Ko'proq kutadigan joy $40 dan qo'shilsak bo'lar ekan.
speedini endi keyinroq oshiramiz. Zakazga. Wow! Wow akalar. Yaxshi akalar. Sanorlarni tashiy. Zakozni kelgan qaranglar akalar 8 tadan. Yaxshi akalar. Hozir hamma narsani pishirib tiqib tashlaymiz. Bu pishib o'tadi kartoshkalar. Xo'sh. Короче, akalar. Wow. Xo'sh akalar, ming bor uzr bir ikkita muammolar uchun. Ming bor uzr so'rayman. Bitta muammo chiqib qoldi. Box. Xo'sh, nola VIP. Biz chipslarni mana kartochkalarni pishirib qo'yaveramiz. Pishir. Biz go'shtlarni olamiz. Juda ko'p narsa zakaz berib tashladi. Bir akkuratniy emas akalar. Yetotlar hamma go'sht olib qo'y. Короче akalar, yaxshigina juda ko'p narsa zakaz berdim, chunki bizga juda ko'p narsa kerak. Bizga ko'p narsa kerak. Hozircha ko'rdingizlar, kam narsa yana zakaz beraverdim. Xo'sh, olamiz bularni. Xo'sh, yani bu oltasini ham olamiz. Bu oltasi ham sig'adi baribir. Yo'q. To'sa. Voy, aytdim-ku sig'adi. Böyle endi bitta go'sht qolgan, o'shani uni pishirib. Ha, sirlar bular. Sir akalar bular. Böyle to'ldi. Sirlarni olib, pomidorlarni olib kelib qo'y. Va mana bularni olamiz. Marrazda bu akalar, marraz. Yaxshi. Akalar to'ldirib tashish kerak u. Muncha narsa qo'ymay, muncha narsa deb o'tirish kerak. To'ldirib tashish kerak. Berdim. Mana ikkovini to'ldirib qo'yamiz. Pishiramiz buni. Chapadimi? Yaxshi. Nimalar bu? Sirlar qolib ketibdi. Sirlarni o'tiraveramiz. Sirlar bizga hozircha sirlar to'ldi. Go'sht. Hali ancha narsamiz bor. Xo'sh. Bularni qolganini mana tarafga qo'ysak ham bo'ladi. Xo'sh akalar, baribir bu ish qilmaydi. Mana shu yerga tashab qo'yaveraylik. Mana shu yerga tashab qo'ygan ming marta yaxshimi deyman-da. Chunki bu yerdan ko'p kishi yurmaydi. Xo'sh, buni mana shu yerga tashab qo'yamiz. Buni ham mana shu yerga tashab qo'yamiz. Mana bu yerdagi sirni olay.
tashlab qo'yamiz. Yerdagilar indamaymiz va yana tashqarida nimalar qoldi? Mablag' qoldi. Bularni ham qo'yib bunday qilamiz-da. Böyle buks qolma. Xo'sh. Aholi bu ketar ekan. Shuning uchun bularni hozir tiq tashlash kerak. Tiq tashlash uchun menga ertaga bular ishlagani ham kerak emas-da, akalar. Agar shuni nima qilib tursam, bularni ishlagani ertaga kerak bo'lmaydi menga. O'zim yopib tashlayman ikkita kassani ham. Mana go'shtlar ham taq, hamma narsa zo'r. Pomidor, bodring, chipslar ham taq turibdi. Hamma narsa taq turibdi ertangi ishga. Va ertangi ishda boshlaymiz. Ertangi ish bugun 320, 170 minusda biz, lekin minusda bo'lganimiz ham yaxshi. Nima uchun deganlaringizda? Chunki biz hozir ko'p rasxod qilib, shunga yarasha hozir pul topamiz. Buni kuchaytirgandim. Buni bu nima qilayotganini tushunibdim. Hamaylichi o. Короче, bizga bundan. Deydi. Riski narxlarni sanab topshiraveraman. Bo'p kelib tashlayversin hech yer. Mana bu kassaga qarab turaman akalar, $9.35. Ketdi va bizga kerak bo'ladi bu yerda. Xuddi gamburger qilib berishim kerak, ready. Berga riski bitta kola. Xo'sh, zakasini beraversin bular. Bu yerda bitta nima taxlab qo'yamiz. Короче, go'shtlik. Tax. Xo'sh, kassada odam ketdi. $13 zdach qaytarishim kerak. Oling bir rat deb, oling. Meni davrimda maza qilsin bir. Chik. Ready. Bir tax. Bizga bitta kola ketdi. Kola ketganligi uchun bu yerga qaraymiz. Bu yerdan siz mana bu yerga kiramiz deb cheese non pomidor sir. Ready. Bu nima qilyapti bu? Короче, hozir pomidor tashladim. Xo'sh, bu yerda darrov o'tib olamiz. Zo'r narsa ekan, lekin prosta zo'r joylari bor ekan, terlatdi lekin men hozir bu. Non bu. Non bu. Onangni mana hozir nima kerak menga? Akalar sizlar eshitmay qolinglar. Taxlab qo'y bularni. Brat keldi. Nima $7 qaytishim kerak ekan sizga. Bugun ham zo'r ishlovsak akalar, soqqani bito qilsak, dahshat bo'ladi. Ketur. Hassani nonni tashab ketganiga qaranglar. Maraz. Короче, opa, to'xtang, opa. Da. Sizga $6.53. Короче, bularga to'xtanglar, risk taxlab beraveradi. Kassiga qarasam bo'ladi. Mana Короче, bu buni va to'xtang brat, mana bu yomon ko'p ketdi. $5.38. Yaxshizniki. Bu kassaga o'tib olamiz. $17. Hozir akalar silminglar, men hozir zo'r ishlar qilib tashlayman. Bu yoqqa kiramiz va bu yerdan buni taxlab beramiz. Bu yerda esa
Так. Так. Короче, коla. Zakaz kelmabdi. Bu yerga klient kelibdi. Bu yerdan riski $6.53. Taxlaymiz. Bakın reaksiya yomonman-da. $5.38. Oling. Endiki nima bo'ldi? Hop. Xo'sh akalar, xo'sh. Charchoq chiqdimi desalar akalar, charchadim navrati. 6.65. Sizga mana klient ketdi yana. Brat, opa, brat, qanaqa brat, opa-ku bu. Hop. Brat. O'zimni bratim $5.15. Yakshi, mana brat, ko'rdingizmi birdan? Uncha ko'p vaqt ham kutib o'tirmaysiz. Qanday opa? $15 20 12. Короче, sizga hop dedi. Короче, yo, qanaqa endi ishlaymiz biz hozir. Sirni tashlaganim yo'q ekan aka. Sir yaxshi, sir normal hozircha. Mana buni. Короче, mana narsa taxt yana. Endi biz birinchi navbatda ikkita bundan zakaz berib qo'yishimiz kerak va go'shtdan bitta zakaz berib qo'yishimiz kerak. Bundan ham ikkita zakaz berib qo'ysam hech narsa bo'lmaydi. Короче, bugungi video rolik shulardan iborat. Agarda videochamiz yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalchalarga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar va Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Xayr, sog' salomat bo'linglar. Goodbye.